Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mijozlar, hammalarning sog'lommisizlar. Bugun sizlar bilan kommentariyada kelgan anchagina savollarga javob beramiz. Anchadan beri bu narsaga vaqt bo'lgani yo'q edi. Endi bir imkon topib, hozir sizlarga bir qisqacha ko'rib turgan profillaring haqida obzor va savollarga javob berishga harakat qilaman. Video sal uzoqroq bo'lishi mumkin, lekin foydali bo'ladi deb hisoblayman. Oxirgacha ko'rib, ko'rishdan oldin bitta like bosamiz va biz boshladik. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalar, mana bu profillar haqida ma'lumot beramiz. Hozir katta planda ekan, qaytaraman. Bo'ldi. Endi profillar haqida ma'lumot beramiz. Oldingi videolarda ham ko'p ma'lumotlar bergandik, lekin ko'pchilikka buni narxi qiziq bo'lyapti. Har doim aytib o'tganimdek, bularning har biri romni razmeridan, uni ko'rinishidan, chertojlarda kelib chiqib narx chiqadi. Ishlatilgan aksessuarlarga qarab narxlar chiqadi. Shunday bo'lsa ham ko'pchilik baribir kvadratiga degan narsani ko'p so'rashgan. Masalaga hozir kvadratiga sredniy o'rtacha narxini aytib berishim mumkin. Bu men hozir aytadigan narxlar 100% shu narx degani emas. Qilingan ishlarni bo'lib ko'rganmiz. Kvadratiga o'rtacha chiqqan summalar har xil. Shular ichidan o'sha o'rtacha summasini olib, har bir profillar uchun aytib o'taman. Unda boshlaymiz. Hozir O'zbekiston bo'yicha eng qimmat, sifat bo'yicha ham eng yaxshisi bo'lib turgan termo profillar. Bu profillar issiq seriyali profil. Любой sharoitga ishlatsa bo'ladi. Issiq, sovuq, farqi yo'q. Muzlamami, qormi, yomg'irmi ishlatsa bo'ladi. Mustahkamligi juda mustahkam. U Yevropa standartlariga javob beradi. Bu issiq seriya bu. Ko'rib turibsizlar, bu tomonda mana eshiklar yasaladigan balkonli profillari, mana bulardan derazalar yasasa bo'ladi. Panoramna qilib, katta o'lchamdagi eshik romlar bemalol chiqadi bundan. Endi bu issiq seriya 3 ta kamerali profil, alyumin bo'ladi. O'rtada manaqa most poliamid bilan ajratilgan bo'ladi. Shuni hisobiga bu tashqaridan kelgan issiqlikni yo bo'lmasam sovuqlikni ichkariga o'tishi ancha miqdorda kamayadi. Endi bularning narxiga kelsak, boshlanish narxi holatiga qarab 200-250 dollardan boshlanadi. U yog'i o'sha aytganimdek, eshiklar bo'ladigan bo'lsa narxi qimmatroq chiqishi mumkin. Romlar bo'ladigan bo'lsa 200 dollar atrofida chiqishi mumkin. Boshlanish summasini 250 dollar hisob qilib, cho'rni hisob qilsalaring bo'ladi. Ikki qanotli eshik bo'ladigan bo'lsa, yana bitta narsa, ikki tabaqali eshiklar bo'lsa, kvadrat metri 250-300 dollardan ham qimmat chiqadi. Sababi qo'shimcha, ya'ni yoniga profil, petlalar, zamoylar, shtulp mexanizmlari xullas rasxodli ko'payib ketib, narxida o'zgarish bo'ladi. Taxminiy summasi, o'sha o'rtacha olingan summasi 250 dollardan kvadrat metri. Undan keyingi profilimiz bor. BKS 50 imzo kompaniyasida buni chempion deb atashadi. BKS 50 profili ko'rib turibsizlar. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rinishi termoga o'xshagan, ovalniroq bo'ladi mana. Mana bu termo bo'ladigan bo'lsa, ko'rinishi shunga o'xshab ketgan. Bunga ishlatiladigan aksessuarlarni ham xuddi shunga ishlatsa bo'ladi. Endi buni summasiga keladigan bo'lsak, summasi termodan sal narxi arzonroq chiqadi. 150-170 dollar atrofida chiqadi 1 kvadrat metri. Bu yana ham ko'rinish chertojga qarab razmerlar bo'lsa biz o'zimiz hisoblab beramiz. Bu mana ikkinchi variantimiz eshik romlar uchun. Endi yana eshiklar uchun alyuminiy vakuum profilda mana laminatsiya profillarda balkonli profillar bor. Mana bunaqangi. Bularda 1 kvadrat metri 1,5 million atrofida chiqadi. 1 kvadrat metri 1,5 million so'm atrofida chiqadi. Ba'zi bir qanotli eshiklarimiz 1 million 200, 1 million 300 ming atrofida kvadrat metri chiqishi mumkin. Ishlatilgan aksessuarlarga qarab raznica bo'ladi. Bu aytilgan ssenalar bu o'rtacha olingan narxlari. Endi PVX plastik profillarimiz bor. Plastik profillarimiz aytganimdek
Bular ham bir qanotli eshiklar uchun boshqacha, ikki qanotli eshiklar uchun boshqa narx kelib chiqadi. Shularni ikkalasini o'rtasini olaman. Sizlarga narxni aytish uchun bular 2 million so'm atrofida kvadrat metri bo'ladi. Buning ichiga o'zini maxsus qalin metallari bor, balkonli metallar, polni 100% solinadi. Yana bitta narsa, bu issiq seriyali profil. 3 ta kamerali bo'ladi, 6000 trio profil bu. 3 ta kamerali bo'ladi, issiq seriyali profil, mustahkamligi ham ancha mustahkam. Eshiklar uchun o'rta hisobdagi katta bo'lmagan, sredniy razmerdagi eshiklar uchun tavsiya qilamiz. Juda sifati yaxshi profil bu ham. Endigi profilimiz 6000 trio degan profil, 3 ta kamerali profil. Profilimiz issiq seriya hisoblanadi. Profil stenasi 208 bo'ladi qalinligi. Bunda qo'shimcha rezinalar qo'yish imkoniyati bor. Qo'shimcha bunaqa sentralniy rezinaga shof ochilgan, o'sha o'zini maxsus kanali. Endi buni kvadrat metriga keladigan bo'lsak, bularning kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan 1,5 million so'm atrofida chiqadi. Nimani hisobiga? Ochilishlarni bitta yo ikkitaligini hisobiga, oynalarning rangiga qarab yoki bo'lmasam aksessuar ruchkalar bor, qimmat mexanizmlari bor. Shuni hisobidan kelib chiqadi. 1 million 200 mingdan kvadrat metri 1,5 million so'mgacha chiqadi. Bu 1 million 200 ming boshlanish oddiy ko'rinishdagi romimiz bo'lishi mumkin. Endi 6500 penta profilimiz, 5 ta kamerali profil. Ko'rib turibsizlar, bu ham issiq seriya. Bundan ko'proq biz derazalar uchun, romlar uchun foydalanamiz. 5 ta kamerali profil bo'ladi. Stenasi 2 atrofida, o'sha quatrolar bilan deyarli bir xil. Narxiga kelsak, buni ranglilari ham bor, oqlari ham bor. Ranglilarini aytib o'taman. 1 million 100 mingdan 1 million 300 ming so'mgacha kvadrat metr chiqadi. Ranglilari. Oqlari sal arzonroq chiqadi. Quattro bilan deyarli hozirgi paytda bir-biriga ssenalari yaqin. 700 mingdan 900 ming so'm oralig'ida chiqadi. Mana bu oq ranglari. Bu ham aytganimdek ishlatiladigan aksessuarlarga qarab o'zgaradi. Bu aniq summa emas. Endi kimlardir manzili bizdan ancha uzoqda bo'ladi, qo'shimcha xarajatlar bo'ladi. Bular hammasi inobatga olib narx chiqarib aytiladi. Bu ko'rsatganim 6000 trio issiq seriya, buni har xil ranglari bor. Aytganimdek 1 million 100 mingdan 1 million 300 minggacha kvadrat metr chiqadi. Endi Angelberg 7000 profili bor. Shvetsarskiy profil, o'sha kачестводagi profil. 5 ta kamerali, stenasi 3 mm bo'ladi. Ancha qalin profil. Issiq seriyali profil hisoblanadi. Bundan ham ancha katta o'lchamdagi romlar, kattaroq o'lchamdagi panorama romlar bo'lishi mumkin. Qilsa bo'ladi bundan. Yana buni senasiga keladigan bo'lsak, senalari 2 million 100 ming atrofida chiqyapti o'rta hisobda. Ba'zilari undan arzon chiqqan joylari ham bor, lekin undan qimmat chiqqan joylari ham bor. Aksessuarlar hisobiga sredniy olingan narxini aytaman sizlarga. O'sha 2 million 100 mingdan o'rta hisobdagi narxi bu. Bu tomonda alyumin vakuum profillar 700 mingdan 900 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Profilga qarab krasnli, keyin laminatsiyali profillar bor. Mana bunaqa usti laminatsiya qilingan profillarimiz bor. Bularning narxi salkam plastmassalarga, plastiklarga yaqinroq bo'ladi. Narxi jichi qimmatroq. Bular 900 mingdan 1 million 200, 1 million 300 ming so'mgacha kvadrat metri chiqishi mumkin. O'rta hisobda. Endi ba'zi hollarda qo'shimcha ochilishlar yoki bir har xil aksessuarlar tanlanishi mumkin. Shuni hisobiga undan ham o'tishi mumkin narxi. Bu boshlanish o'rtacha o'zlaring uchun bilib olish uchun, hisobda olish uchun aytilayotgan narxlar. Bular 6000 trio, oq ranglari, quattrolar. Endi mana quattrolar 900 mingdan 1 million 100 ming so'mgacha chiqadi. Kvadrat metri. 4 ta kamerali profil, stenasi 2.2, qalinligi, ichiga solinadigan metallar 1ligi, 1.2ligi bo'ladi. Aytganimdek 900 mingdan 1 million 100 ming oralig'ida qo'shimcha qo'shilishlar bo'lib qolsa, ochilishlar ko'payib qolsa yoki qimmatroq mexanizm qo'yish kerak bo'lib qolsa, qo'shimcha o'sha summa razницалari qo'shiladi. Bular 6000 quattro seriya, issiq seriyali profil.
Byudjetniroq varianti shu hisoblanadi. Ko'p qo'yiladi bundan. O'sha narxini arzonroqligini hisobiga ham ko'p ishlatiladi. Endi bu tomondagi profillarni ham aytib o'tdim. Plastik profillar, bu termo profillar, buni oq ranglari, buni hamma ranglaridan bor bu profillarni. Endi mana bu tomonda ugl obrazetslar, o'sha misol shefelni svetda mana burchak ko'rinishi shunga o'xshagan holatda bo'ladi. Mana 3 ta kamerali trio profil, ichida mana bunaqangi o'zini metali bor. Metal solinadi va paket ichida mana bunaqangi dori bor, silka gel deyiladi. Shu dorilardan polni to'liq solinadi. Bu rasvetkalari. Mana bu bo'lsa 7000 seriyali profilimiz. 5 ta kamerali bo'ladi. Xuddi shuni senasini aytib o'tmadim. 7000 seriyamiz mana bunaqangi ko'rinishda 5 ta kamerali. Ko'rinish oldi tomoni high-tech ko'rinishda. 1 million 100 mingdan 1,5 million so'm oralig'ida chiqadi. Ketgan materialiga, ketgan ichiga solingan metaliga qarab 1lik, 1.2lik solinadigan metallari bor. Yana ishlatiladigan mana bunaqangi o'zini aksessuarlari bor. Shu aksessuarlardan kelib chiqib qimmat arzonlari bor. Narxi shunaqa 1 million 100 mingdan 1,5 million so'm oralig'ida chiqadi. Mana bular 6500 penta. 1 million 100 mingdan 1 million 300 ming oralig'ida chiqadi. Hali bu haqida aytib o'tdik. Bu bo'lsa Angelberg 7000 profilimiz. Hali ko'rsatib o'tdim. 5 ta kamerali shvetsarskiy kачестводagi profil, ichiga mana bunaqa qalin metali bor, dorilangan, uni stiklo paketlar qo'yiladi. Ko'rinishi ichki tomondan bunaqa yumaloq. Ovalniy ko'rinishda shapilari. Tashqari tomoni ham xuddi o'shanga o'xshagan ovalniyroq ko'rinishda bo'ladi. Bunda mana bunaqangi qo'shimcha rezinasi bor. 2 qavat rezina qo'yiladi bunga. 1 qavat qo'ysa ham bo'ladi. Endi sovuqroq joylar bo'lsa 2 qavat qilib qo'ysa ham imkoniyat bor. Do'stlar, mana eng ko'p ishlatiladigan o'sha ходовой profillardan sizlarga ko'rsatib o'tdim. To'g'ri, bu yerda hozir yangi chiqqan bir ikki xil profillardan yo'q. Obrazets qo'ygani. Xullas, shu profillarning barchasidan yana ham bu yerda yo'q profillardan sizlarga eshiklar berish imkoniyatimiz mavjud. Sizlarga o'rtacha senalarni aytib o'tdim. Kimga qanaqa profildan kerak bo'ladigan bo'lsa, nomlari bilan senalarni aytdim. Bizga yozayotgan paytda nomini va o'lchamlarni yuborishlari kerak bo'ladi. Biz sizlarga shunda haqiqatga yaqinroq senalarni narxlarini chiqarib aytishimiz mumkin. Do'stlar, yana qanaqangidir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha mana bunaqangi video ko'rinishda sizlarga ma'lumotlar beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.